Hurmatli obunachilar, mana shu avlik yo'limiz sotilibdi 32,5 ga. Mana qaranglar. 32,5 ga sotilibdi. Assalomu alaykum. Bozor hayot kanalining obunachilari biz. Yana qaytarib o'tamiz. Andijon viloyati Marhamat tumani Chorva bozoridamiz akalar. Hozirgi paytda novvoslar qatorida yuribmiz. Sizlar uchun videomizda birinchi qismiga bo'g'ozlarini, ikkinchi qismiga suti boridan hamda uchvoshlarini chiqarib boramiz. Uchinchisiga mana buqalarda sizlar uchun taqdim etaveramiz aka-ukalar. Kechki tomon efir yuzini ko'radi, bemalol o'tib, obuna bo'lib, like bosib bizni qo'llab-quvvatlayverasizlar aka-ukalar. Bunimiz o'zi 38 ga sotilibdi mana shu avlik yo'limiz. 32 millionga sotilibdi mana shunimiz. Endi sekin bir boshdan so'rab ketaveramiz. Buni kim olibdi mana uni? Biz oldik. Nech pulga oldingiz aka? 17 million 600 mingdan. Ikkovini 17 million 600 mingdan olinibdi aka-ukalar. Qanaqa o'zak? Yosh chiqqanmi buni? Yo'q, 1,5 yashar. 1,5 yashar. Hali kurashish chiqmagan a? Ha? Kanal Bozor hayoti. bozor hayoti. Aka-ukalar kurashish chiqmagan 1,5 oylik deyilyapti. Mana shvedcha. Mana shvetimiz 30 ga olinibdi, qaranglar. Vah, jonivar. Yetalasini ham yayraydigandan zotga zo'rda aka-ukalar. Uruqqa zo'r bundan bola olish kerak qarang. O, katta bo'lib cho'zilaydiganidan. Bu ham 1,5 bormi? 1,5 yashar bormi bu ham? 8 oylik. 8 oylikmi? 8 oylik bo'za ekan aka-ukalar, oq tumshuq. Mana qaranglar, 30 millionga olinibdi. Zotga oldingizmi? 8 oylik. Ha, zotga oldingizmi? Ha. 8 oylik. Aka-ukalar. Bu mahinaqa zotli buqalar bular. Shoqlari mahinaqaligi kap bo'ylab mini balina qiladigan bor-ku, shunaqa buqadan bu. Buni Greenfurt bilan chachishgan ham bo'ladi, Greenfurtda o'zi ham bo'ladi mahinaqa. Aka-ukalar qaranglar. Hozir endi buni egalari yo'q ekan, bir qator so'rab beraylik desa. Mana bir-birimizga boru. Qasinga barako'la, buni ham olaganmi? Nech pul? 200 ming. 25 million 800 ga baraka bo'lish arafasida turibdi aka-ukalar. Gapini olaman-sizam, siz ham gapingizni olgan vaqtida. Bu 25 million 800 ming so'mga oldim. Xursandmisiz? Baraka Azbek, uni adimi. Azbek, men qarang. Voy bola, Nimalayapsiz? bering mana. Meniki Men ham boshqasiga demasdim. bering Azbek deb so'raydi. Yo'q, Azbek, meniki taxmini, sizniki buyoqniki naq bo'ldi. Naq bo'lyapti sizlarga. Meniki taxmin buni. Azbek bering barakasini ham bersin. Ey. Arzon mashina ol aka. O'tdingda. Azbek arzon bo'lganda sizni qo'yib olmay ushlab turishardi. Arzon bo'lganda boshqasi ham so'rayotgan Siz mana kechki bozor 10 bo'lyapti soat, to'g'risi-ku. Necha pul bo'lyapti aka? Azbek. O'zi mana bozorda yurgan 26 million deyapti. Arzon bo'lganda uka mana manaqada olib kelib. Yana qanday qilmasi ham bor, 800 million. Noni bo'lganda shuni. Qilyapti. Ashuna bo'lyapti. Maqtadim uchun oshxonam borligi uchun cho'chimayapman. Buni o'rniga so'yamiz, buni o'rniga olib boraman. Shu zapaska bu. Zaxiraga. Aka-ukalar o'saydigan novvoslar bular. Yemlaydiganidan, yemga tayyorlaridan bir qator tushuntirib ko'rsatib boraveramiz. Bu qora kimdan ekan mana qora? Nech pulga sotildi? 36,5 millionga sotilibdi aka-ukalar. 36,5 ga sotildi. Mana toz pullarini sanashyapti. Mana shvet kimdan ekan bu shvetlar? Aka buni sotildi. Bu nech pulga sotildi mana? 27,5 mi shunaqa? 27,5 ga aka-ukalar mana shu shvetimiz sotilibdi, qaranglar. Hurmatli obunachilar. 27,5 ga. Buni endi egalarini bir qator so'raymiz buni ham. Bu kimdan ekan mana? Buni ham sotdinglarmi uni? Sotildimi? Qancha? 37 million 200. 37 million 200 bo'pti mana shuni.
600dan baland chiqdi deyapti mana shu. 600 necha kilo olgan? 126 kilo. Ha? 626 kilo. 626 kilo chiqdi akalar. 7 million 200 ga olinibdi. Sotibdi mashina. Rivojdan ko'rsatib o'ravergan mana. Olalaridan mana. Golshtindan bor, Gollandlardan. Shved. Bozor ham sekinlayapti, sekin-sekin. Buni ham oldinglarmi, buni ham olibdim buni? Sotildi. Nechga sotildi? 23 ga sotildi. 23 ga? Nechga sotdingiz buni aka? 22 million 700 ga sotilibdi akalar. 300 ming kam 23 ga. 22 million 700 ga ketdi deyapman. Mana kimdan ekan bular? Buni egasi kim ekan, sizlarmi? Sotildi bu. Nechga sotildi? 22 million 600 ga. 22 million 600 ga sotilibdi aka-ukalar mana shu. Mo shvedchimi, shved sizdan emasmi? Bu ham yarim bo'lyapti, 24 yarim. 24 yarim. 91. 24 yarimga bu ham bo'lyapti aka-ukalar. Aka buni sotdinglarmi buni? Sotamiz endi aka. Nech pul deyapsizlar buni? 22 deyapman. 22 deyilyapti ekan mana shu. Novosimiz. Necha oylik bu? Yashari? 1 yashar o'tgan. 1 yashardan o'tgan. Akalar. Nomeringizni qoldirasizmi? Yo'q, sotaveraman. Sotilib ketadi. Qora bayla bering. Buni oldimmi bro? 20 million 100. Bunisini ham buni. 20 million 100 ga olinibdi mana aka-ukalar. Ana, o'zi mufta uryapti hozir. 20 million 100 ga. Buni kim oldi? Kim arqonligi? Siz nech pul oldingiz? 20 million 100 ga. Buni 20 million 100. Buni-chi? Buni xabarini oldim. Buni kimdan ekan bu sotilibdi? Mo'lar mo sotildimi akalar? Sotiladi. Ha, sotiladi. Nech pul ekan buni? 200 kam 26 ga bermayapmiz. 200 kam 26 ga. Aka-ukalar. 25 million 800 ga berilmabdi. Telefon nomeringizni qoldirasizmi? Nega? Ha, telefon Bozor qilishyapti. olishdami? Ha, oladiganlar. Mana so'rayapti, sotvoramiz. Sotilib ketadi. Sotilib ketadi ekan. Nomer qoldiringlar. Mana akalar. Novvoslarda qatoridami? Novvoslar sekin-sekin sotilganlar. Ko'p sotilib bo'pti bu yerda. Ko'p sotilib bo'pti. Endi kichkina novvoslarni ko'ramiz mana. Kichkina novvoslar. Bu sotildimi? Arzon bo'ldi. Sotildimi? Ha? 6 millionga sotilibdi mana novvoschamiz. Necha oylik bu? 7 oylik bor. 7 oylik novvoschamiz sotilibdi akalar 6 millionga. Endi kichkinalar qatoriga o'tdik tog'amizda. Molimi? Mol yeb turgan molimi pardasini yirtdim. Men borganim yo'q. Tog'a buningiz nech pul deyapsiz? Qaysini aka? 12,5 deyapsan. 12,5 mana-chi? Ne 12,5 kami? 12,5 kami bor aka-akalar. Qaysini aka? Bu-chi mana ola? 20 kami bor. 20 kami bor. Mana. Mana shu yerda 5 ta novvoscha bor ekan, katta kichik bo'lib. Kimga mana shunaqa novvoschalar kerak bo'lsa, nomeringlar qoldirasizmi? YouTube'ga nomer qoldirasizlarmi? Yoz. Ayting.
77'lik. 77'lik kodi bilan. 00 00 14 25. 1425 mi? Aloqaga chiqarasizlar ukalar. Mana yana novvoschamiz. Sizniki necha pul ekan tog'a? 12 berishyapti. 12 berilyapti akalar. Siznikichi? 12,5 so'radi. 12,5 so'ralyapti ukalar mana. 12,5. Baraka qilib turishdi hozir kichkina. Oldingizmi buni? Necha pulga? 14 million 800 ga olinibdi mana shuni ovozchamiz. Buqacha. Yo'q, bu bo'lsa men beraveraman. Baraka bo'lish arafasida turibdi. Yo'q, men bo'lsa sizga aytdim-ku men, ertaga 12,5 ga bermaganman, 12,600 ga bermaganman. Men prosta hozir pul bo'shatishga beryapman. Necha pul ekan bu? 15 kam bor. 15 kam bor. Necha so'rashyapti? 13,2, 13,3 aka-ukalar, ko'chat novvoschalarimiz. Bular ham o narginga o'xshagan bo'ladi. 1 yil, 1,5 yildan mana shunaqa bo'ladi. Katta bo'ladi, xudo xolasa. Oldingizmi shey buni? Sizniki aka? 14,5 qilinyapti. 14,5 qilinyapti. Nomeringiz qoldirasizmi, nomeringiz? Nomer qoldirilmayapti akalar. Necha pul ekansizlarki? 16,2 qildi, 19 berdi. 16,2 qilindi, 19 baho aytilyapti akalar. Xullas, marhamat bozoriga kelsalaringiz, shunaqa shvedlarni naqdorasizlar. Vali urib olinganmi 30 millionga shuni? Ha bu boshqami? 23 millionga olindimi? 23 millionga olinibdi aka-ukalar mana. 200 million bor. 23 million 200 ga olindimi? Bu bolani ham qo'ying. Ha, mana shu aytgan bola. Mana bola oldimi? Bu baqqan egasi. Mana atirvoy. Qarab qo'y, seni videoga. Mana shu bola siz oldingizmi? Yo sotdingizmi? Sotdimi? Sotdimi? Malades. Mana shu bola baqqan ekan. Mana qarang, ko'zlari mo'ltillab turibdi, buqachasini berib. Yana boshqa. Xudo xolasa bundan zo'rini baqasiz yana. Xudo xolasa. Yana oladi hozir. Hozir olib ketasizmi yana? Yana olib uyga olib ketaman. Ana, yana olib ketib, yana baqasiz. Chiroyli. Malades. Hozirgi paytda yosh bolalar novvoslarda yomon baho beryapti-da. Mana 22 million 200 ga sotildi. O'zi olgan odam arqonni almashtiryapti. Xullas, mahnaqa har xil turdagi novvoslarimiz bor. Shvedlardan o'zimizni jaydarilardan. Ha? Faqat shved bo'lmasa bo'ladi, sariqlar. Yo, bu sotildimi bu? Yo'q, 16 ga berildi. 16 ga berilmayaptimi bu? Aka-ukalar, mana o'zimiz 16 ga berilmayapti ekan. 16 ga berilmayapti. Sizlarga nesbir qilishdi? 43 qilishdi. Uchovunimi? Uchovuni aka-ukalar do'ng olaman deganlarga sotiladi. 44 million 300 ga berilmabdi. Tepasida gaplashilaveradi. Nomeringizni qoldiring. Nomer 88lik 773 88 94. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. 3 ta bir xilda, ranglari boshqacha xolos, bo'ylari ham bir xilda. Yana bor. Uyda yana bormi? Uyda yana bor ekan aka-ukalar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.